Assalomu alaykum. Efirda Iqtisod 24. Dastlab sharhlarimiz mavzusi bilan tanishing. Hududlarning turizm salohiyati oshiriladi. Xorijiy hamkorlikdagi loyihalar yanada jadallashadi. Bu yil xorijiy sayyohlar tashrif sonini 15 millionga, turizm xizmatlari eksportini 4 milliardga yetkazamiz. Avtomobil importi va eksportida xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Yangi tartiblar cheklovmi yoki talab? Avtotransport vositalarini laboratoriyada o'tkazish shart, sababi xalqaro talab bor. Xalqaro iqtisodiyot. Donald Trampning import bojalari uchun 90 kunlik tanaffusi. Bu xalqaro bozor uchun vaqtinchalik imkoniyatmi yoki xavf? Iqtisodiy dayjest. O'zbekiston 14 ta yangi zamonaviy samolyot xarid qiladi. Logistika samaradorlik indeksida respublikamiz transport logistikasi yuqori baholandi. Iqtisodiy reyting. Mart oyida yurtimizning oltin valyuta zaxiralari 47,85 milliard dollarni tashkil qildi. Turizm serdaromad sohalar tasnifiga kiradi. Tarmoqqa yo'naltirilgan har qancha mablag' albatta o'zini oqlaydi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, tikilgan pul kelgusida 3-4 barobar ko'proq foyda keltiradi. Yaratilgan har bir yangi ish o'rni esa boshqa yo'nalishlarda kamida yana 2 ta odam bandligi degani. Biroq turizmdan katta foyda olish uchun uni dastlab mukammal industriya darajasiga yetkazish lozim. Shu maqsadda yurtimizda barcha servis xizmatlarini mujassam etgan yaxlit sayyohlik infratuzilmasini shakllantirish borasida ko'lamli ishlar qilinyapti. Barcha infratuzilmalar, transport kommunikatsiyalari zamonaviy asosda takomillashtirilmoqda. Ichki turizm ham rivojlanish bosqichida. Shunga mutanosib ravishda ekoturizm, ekstremal turizm, tibbiy, gastronomik turizm kabi ko'plab yo'nalishlar ochilmoqda. Natijada sayohat dasturlari faqat tomosha qilish yoki shifo topishning o'zi bilan cheklanmay, jismonan chiniqtiruvchi foydali tadbirlarni ham qamrab boryapti. 4 faslni mujassam etgan mavsum davomida tashkilotchilar sayyohlarga cheksiz taassurot va hissiyotlar ulashishni foydali biznes bilan uyg'unlikda olib bormoqdalar. Biroq bugungi kun talabi shuni taqozo etmoqdaki, turistlar oqimini bir necha barobarga oshirish uchun kreativ takliflar va sifatli servis lozim. Investitsion jozibadorlikni yanada oshirish darkor. Prezidentimizning mazkur haftada soha mutasaddilari va mutaxassislari bilan o'tkazgan muloqoti ayni shu vazifalarga bag'ishlandi. Mavzuni Sohiba Toshqulova davom ettiradi. O'zbekiston bugun jahon turizm bozorida eng jozibador mamlakatlardan biriga aylanib bormoqda. Bozor katta, biroq raqobat ham kuchli va jiddiy. Turistlar e'tiborini jalb etish uchun kreativ takliflar va sifatli servis lozim. Aslida O'zbekistonning har bir hududi katta turistik potensialga ega. Ularning o'ziga xosligi va rang-barangligidan kelib chiqib, yangi xizmatlarni yo'lga qo'yish mumkin. Bugun turizm eksporti 3,5 milliard dollarga, yurtimizga tashrif buyurgan sayyohlar soni esa 10 million nafardan oshdi. Mamlakatimiz turizm eshiklari bugun dunyoning 90 ta davlat fuqarolari uchun vizasiz rejimda ochiq. Boy tarixiy madaniy merosimiz, go'zal va betakror tabiatimiz sayyohlar oqimini yana 2-3 karraga oshirish imkonini beradi. Prezident raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda ham ayni shu imkoniyatlar sanab o'tildi. Muammolar aniq misollar asosida muhokama qilindi. Turizm halqasiga kirgan yo'llarni ta'mirlash, 36 ta tuman va shahar bo'yicha master rejalar ishlab chiqish, zamonaviy servis infratuzilmalari sifati va sonini oshirish, targ'ibot ishlarini faollashtirish bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. Jahonda juda ham turbulent holat, ya'ni noaniqlik faktorlari juda ham ko'p va bular bevosita har bir iqtisodiyotga ta'sir qiladi. Va O'zbekiston iqtisodiyoti ham, demak, jahon bozoriga integratsiyalashganimiz sari ushbu ta'sirlarga tayyor turishi, har bir soha shunga tayyor turishini qayta va qayta ta'kidladilar. Shu jumladan turizm ham. Ishni to'g'ri tashkil qilish uchun tadbirkorlar bilan muloqot juda ham muhim. Kerak bo'lsa har kuni kamida 2-3 soatini har bir hokim tadbirkorlar bilan suhbatlashishga sarflasin dedilar. Chunki shu sayyohlarni bizga olib keladigani, daromad yaratadigan ham tadbirkorimiz. Joriy yil davomida ularni moliyalashtirish 400 milliarddan ortiq mablag' ajratilyapti bu yo'nalishga va bular asosan biz uchun an'anaviy bo'lgan, ya'ni Samarqand, Toshkent, Buxoro turistik markazlar emas, yangi obyektlarni inobatga olganmiz. Yig'ilishda turizm dasturlariga ham alohida e'tibor qaratildi. Xorijiy sayyohlarning O'zbekistonda bir kungagina ko'proq qolishi yillik turizm eksportini 300 million dollarga oshirishi mumkin. An'anaviy turizm marshrutlariga yangi zamonaviy yo'nalishlar qo'shish hamda kreativ sayyohlik xizmatlarini taklif etish orqali sayohat kunlarini uzaytirish va qayta tashriflar sonini ko'paytirish mumkin. Bunda ayniqsa turizm qishlog'i, turizm klasterlari imkoniyatidan samarali foydalanish lozim. Yig'ilishda Xivadagi Xivarda turizm kompleksi haqida aytib o'tildi, yangi klasterlardan biri va shu kabi klasterlardan Qoraqalpog'istonda va Toshkent viloyatida 2 tadan va Namanganda bitta
Davlat rahbarimiz Farg'ona viloyatiga ham taklif qildilar. Demak, aytaylik 6 ta yana yangi turizm klasteri paydo bo'ladi. Bu klasterlar nafaqat joylashtirish vositasi va u yerda ovqatlantirish, turli xil ko'ngilochar xizmatlarini yaratgan holda sayyohlarga birinchi navbatda yangi maskan bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, mahalliy aholi uchun qo'shimcha ish o'rni, turizm biznesi bilan faoliyat uchun yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Prezident Fransiyaning Courchevel tog' kurorti hududlarimizda Yevropa standartiga mos turizm maskanlarini tashkil qilishga katta qiziqish bildirayotganini ta'kidlab, bunday hamkorlikdagi loyihalarni boshqa hududlarda kengaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Ayniqsa, ekstremal turizm ishqibozlarini jalb etish uchun hududlarda hali ishga solinmagan imkoniyatlar ko'pligi ta'kidlandi. Yana bir muhim masalaga to'xtalib o'tdi prezidentimiz, ya'ni mamlakatimizda ekstremal turizmni rivojlantirish kerak deb. Albatta bu yo'nalishimizda salohiyatimiz bor. Navoiyning cho'l hududlarini olamiz, Xorazmda olishimiz mumkin. Qoraqalpog'iston hududlarida, Toshkent viloyati, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand hududlarimiz kiradi. Bunda biz o'sha cho'l va tog'li hududlarda tashkil qilgan tadbirkorlik 20% gacha bo'lgan loyihasini mablag'ini qoplab beramiz. O'tgan yili demak 2 milliardga yaqin investitsiya loyihalari amalga oshirilgan bo'lsa, joriy yilda ushbu raqamni 2 baravarga oshirib, 2 milliard miqdordagi 100 dan oshiq loyihalar rejalashtirilgan. Respublikamizga xorijiy mehmonxonalar, ya'ni yulduzli brend mehmonxonalar soni oshib boryapti. Mana birgina bu yilda 23 ta yangi brendli mehmonxona quriladi. Misol uchun keltiradigan bo'lsak, o'sha Swiss Hotel, Fairmont, Double Tree, Movenpick, Mercure va Ibis va qator Ritz-Carlton kabi mehmonxona biznesining liderlari ham O'zbekiston bozoriga kirib kelyapti. Bu biz uchun bo'lgan ishonchni bildiradi. Yig'ilishda milliy turizm yagona platformasi ishlab chiqilayotgani va uning 1 oy ichida ishga tushirilishi qayd etildi. Bu nafaqat sayyohlar uchun qulaylik, balki turizm biznes vakillariga o'z mahsulot va xizmatlarini taqdim qiluvchi onlayn bozorga aylanish kutilmoqda. Platformamiz tadbirkorlarimiz uchun juda ham muhim bozor, ya'ni onlayn bozor hisoblanadi. Bu yerda mehmonxonalar, avtobus, temir yo'l, aviachiptalar, gid tarjimonlar, hattoki turoperatorlarimiz ham nafaqat xizmatlarni, balki tayyor turistik paketlarini taqdim qila olish imkoniyatini beradigan yagona platforma bo'ladi. Tayyor mahsulotlar bu yerda sotila boshlaydi va bu tizim ishlaganda sayyohlar uchun ham eng muhim bir qulaylik yaratiladi. Va buni muhim tomoni to'lov tizimlarida ham albatta, chunki mahalliy to'lov tizimlari bilan ham xorijiy mana Visa, Mastercard to'lov tizimlari bilan ham integratsiya qilinganligi uchun va xavfsiz to'lov qilish imkoniyatini beradi. Tadbirkorlar faoliyati, demak, platforma orqali yanada bir ochiq qonuniy tusga o'tadi. O'tgan 2 hafta O'zbekiston xalqaro darajadagi yirik siyosiy iqtisodiy tadbirlarga mezbonlik qildi. Davlat rahbarlaridan tortib nufuzli tashkilot vakillari, xorijiy ekspertlar, minglab ishtirokchilar yurtimizda mehmon bo'lishdi. Bu tadbirlar nafaqat mamlakatimizning siyosiy iqtisodiy imijini oshirishga, balki turizm salohiyatini ko'rsatishga ham juda yaxshi imkoniyat bo'ldi. Muxtasar aytganda, yig'ilishda sohaga mas'ullarning har biriga aniq vazifa va topshiriqlar belgilab berildi. Ularning amaliy ijrosi va natijasini yana sarhisob qilamiz. Sir emas, so'nggi paytlarda ko'cha-ko'yda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga olib kirilayotgan elektromobillarning texnik xususiyatlari, tekshiruv jarayonlarida nosozligi aniqlangan xorij avtomobillari haqidagi xabarlarni ko'p eshityapmiz. Ochig'i bu masalada informatsiya shu qadar ko'pki, ba'zida ularning qay biriga ishonishini bilmay qoladi kishi. Kuzatilayotgan muhokama-yu munozaralar, bildirilayotgan fikrlar qanchalik asosli? Ayni savolga javob olish maqsadida ijodiy guruhimiz elektromagnit moslashuvchanlik laboratoriyasi faoliyati bilan tanishdi. Mahalliy va xorijlik mutaxassislar fikrini o'rgangan muxbirimiz Lobar Mirsoatovaning hozirgi sharhi shu mavzuda. So'nggi yillarda ko'chalarimizda ortiqcha shovqinsiz, ohista harakatlanuvchi avtolar nihoyatda ko'paygan. Shu jumladan elektromobillar ham. Bu bir tomondan yaxshi, chunki odamlar turmush darajasi topib tutishi ana shunday ulovlarni xarid qilishga imkon bermoqda. Lekin hamma ham har doim ham xorijdan keltirilayotgan mashinalarning xavfsizlik opsiyalari bilan qiziqyaptimi? Ma'lumki, elektromobillarning har bir harakati, burilishi, hatto tormozi aqlli sensorlar va kompyuterlashgan tizimga bo'ysunadi. Sun'iy aql asosida ishlovchi mazkur texnikalar ko'zga ko'rinmas to'lqinlar elektromagnit maydoniga ega. Biroq ushbu yordamchi maydon ba'zida halokat sababi bo'lishi ham mumkin. Elektromaydonni tekshiruvdan o'tkazish esa temir tulpor sozligi va inson xavfsizligini ta'minlash demakdir. O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazining Piskent tumanida joylashgan elektromagnit moslashuvchanlik laboratoriyasi aynan ushbu vazifani bajaradi. Sir emas, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda mazkur laboratoriya faoliyatiga doir turli fikrlar, tekshiruv jarayonlarida nosozligi aniqlangan xorij avtomobil
avtomobili haqidagi xabarlarni ko'p eshityapmiz. Ammo ushbu muhokama-yu munozaralar asoslimi? Har bitta davlatda o'zini bozorini himoya qilishda hamda o'zini ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashga laboratoriyalar qilinadi. Mana ko'rib turganingizdek, bu laboratoriyamiz mashinaning ehtiyot qismlari uchun mo'ljallangan laboratoriya. Piskentdagi laboratoriyamiz elektromobilni elektr maydonini yonuvchi dvigatelli mashinalarni ham singan laboratoriya. Avtotransport vositalarini laboratoriyaga o'tkazish shart, sababi xalqaro talab bor. BMTning 10-sonli qoidasi bor. Talablariga asosan tekshiriladi. Xususan shu laboratoriya o'sha BMTning 10-sonli me'yori bo'yicha xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan, kuni kecha barpo etilgan laboratoriyada chet eldan kirib kelgan avtotransport nosozligi aniqlandi. Ya'ni o'sha sinovdan o'tayotgan paytda elektr maydon me'yori 32 baravar ko'pligi aniqlandi. Bundan bilish mumkinki, bu laboratoriya iste'molchilarni xavfsizligini oldini olish maqsadida qilingan laboratoriya. Kelajakda bunaqa laboratoriya xususiy kompaniyalar ham qurish mumkin. Ya'ni bu davlatda sanoatni rivojlantirishni bildiriladi. Elektromagnit moslashuvchanlik laboratoriyasi kuniga 100-120 ta avtomobil sinovlarini o'tkazish imkoniyatiga ega. Ish 24/7 tartibida olib borilsa-da, negadir uzundan uzoq tirbandliklar yuzaga kelmoqda. Xo'sh, buning sababi nimada? Narx-navo masalasi-chi? Ijtimoiy tarmoqlarda narx-navosi bo'yicha muhokama avj olyapti. Lekin narx-navolarimiz bizning maxsus saytlarimizdan ko'p belgilangan. O'rtacha narxi 4,5 million. Bu elektromobil uchun yonuvchi dvigatellar bilan 5,5 million narx belgilangan. 10 millionlik narxlar u o'rtakashlar tomonidan sun'iy oshirilgan narxlar. Biz hozirgi kunda avtotransport vositalarini sertifikatsiya qilish MyGov orqali registratsiya qilib qo'yganmiz. Bitta odamlar aralashmaydi. Navbatda ko'paytirgan sababi hozir hamma xabariylar bor. 1-maydan ma'lum bir bojga qo'shilgani uchun qo'shnilardagi tadbirkorlarimiz shu 1-maygacha olib kelib qo'shmoqchi. Shunaqa holatlar ham kuzatildi. Kimdir bitta ID nomeriga 60 talab, 100 talab ariza olishi. Buni hozir oldini oldik. Ya'ni shu Face ID orqali ariza topshirilgan, MyGov orqali qilib qo'yilgan. Hammani qiziqtirayotgan nosozligi aniqlangan avtomobil taqdiri endi nima bo'ladi? Ma'lum qilinishicha, kuni kecha kompaniya vakillari poytaxtga kelishgan va bu borada muzokaralar o'tkazilgan. I'm in charge of the Central Asia markets. Men Markaziy Osiyo bozoriga mas'ulman. Nosozlik haqidagi xabarni eshitib, UzTest mutaxassislari bilan uchrashuvga keldik. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Yangi C16 mashinasini IMC testidan o'tkazyapmiz va aniqlik kiritamiz. Nuqsoni bor avtomobil biz tomonimizdan yuborilmagan. Tashkilotimiz shaffof va obyektiv qayta tekshiruv o'tkazish orqali Leapmotor bilan bog'liq vaziyatni tiklashga umid qiladi. Qora o'zi bilmasdan qilib olib kelishgan mashina Xitoy bozorida sotilgan. Xitoy bozorida endi 100 dan oshiq ishlab chiqaruvchi bor. Ular bir-biri bilan raqobat bo'lish uchun ma'lum bir paytda o'zini mashinalari uchun aksiya deyiladi, ya'ni narxini tushirish holatda sotiladi. Bizani qo'shnilardagi tadbirkorlar o'sha transport vositalarini xarid qilib, bu yoqqa olib kelib sotishadi. Vaholanki shu mashina o'sha bozor uchun qilingan, Xitoy bozori uchun. Bizga keladigan mashinalar bizani maxsus dilerlardan sotilgan, sal boshqacharoq opsiyalar ham bo'lishi mumkin. Bu mashinalar ham keyin bitta maxsus diler kafolatiga qo'yiladi. Ya'ni bitta servisi bo'ladi, ustalari bo'ladi. Olib kelgan tadbirkorlar mashinasi bittaga servis sentri kafolatiga ega bo'lmaydi. To'g'ri, narx-navo to'g'risida ularda arzonroq chiqadi. Sababi ular o'sha Xitoy bozorida o'sha ishlab chiqaruvchi tomonidan o'sha aksiyaga tushgan mashinalar bo'ladi. Har bitta transport vositani qaysidir muddatda yaxshi o'zini ko'rsatadi. Bir muddatdan keyin buzilish holati keladi. Ana undan keyin uni ehtiyot qismlari kerak bo'ladi. U ehtiyot qismlarini agar bitta maxsus dileri bo'lmasa qatdan olishadi. Maxsus dileri bo'lsa O'zbekistonda shulardan talab qilish ham mumkin. Tasvirga olish jarayonlarida mutaxassislardan Toshkent shahrida yaqinda ish boshlaydigan mana bu laboratoriya haqida ham ma'lumot oldik. Endilikda muzlatgich, havo sovutgichlar, pechlar, umuman olganda barcha import va eksport qilinayotgan maishiy texnikalar ushbu laboratoriyada sinovdan o'tkaziladi. Ishlab chiqarish jarayonida davriy sinovlarni o'tkazish uchun ushbu laboratoriyalar bizga juda kerak. Avvallari bunday sinovlarni o'tkazish uchun bizda juda ko'p vaqt talab qilinardi. Hozir bu laboratoriya tashkil qilingandan keyin vaqtimiz ancha tejalyapti. Har bir ishlab chiqarilgan buyum, u mashinami, jihozmi belgilangan tartibdagi tekshiruvlardan o'tkazilishi shart. Sinov natijalari esa bu mahsulotga bo'lgan ishonch. Bozor qonuniyatida hech bir xaridor sinalmagan, maxsus hujjatga ega bo'lmagan tovarni sotib olmaydi. Joriy yilning 3-4 aprel kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitida erishilgan kelishuvlarning amaliy natijalari o'zini uzoq kuttirmadi. Birgina bank moliya sohasini olaylik. Masalan, Mikrokredit bank tijorat banklari orasida birinchilardan bo'lib, Yevropa investitsiya banki bilan qiymati 40 million yevrolik, Germaniyaning yana bir nufuzli banki bilan esa 30 million yevroga teng mablag' jalb qilish bo'yicha memorandum imzoladi.
Yil oxiriga qadar xorijning nufuzli moliya institutlaridan jami 260 million dollar jalb qilinib, istiqbolli biznes loyihalariga yo'naltirilishi rejalashtirilgan. Akmal Shodiyev mavzuni davom ettiradi. So'nggi yillar davomida Markaziy Osiyo plus iborasi ko'p bora qayd etilyapti. Bu albatta quvonarli hol. Sababi mintaqadagi bugungi ochiqlik, tashabbus va imkoniyatlarning to'g'ri talqin qilinishida. Bugungi kunda yangi O'zbekiston qator nufuzli forumlar uchun haqiqiy manzil bo'lib, ularning doirasidagi muzokaralar sohalar kesimida o'z ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi birinchi sammiti. Forum doirasidagi mavzular dolzarb va bu yerga yig'ilgan tarkib ham aynan shunga mos. Muzokaralar davomida Mikrokredit bank xalqaro maydondagi hamkorlikni yanada mustahkamlash yo'lida navbatdagi muhim tashabbusni amalga oshirdi. Ya'ni O'zbekistondagi tijorat banklari orasida birinchilardan bo'lib, Yevropa investitsiya banki bilan qiymati 40 million yevroga teng bo'lgan memorandum imzolandi. Qayd etildiki, Yevropa investitsiya banki bilan hamkorlik Mikrokredit bankning xalqaro maydondagi ishonchliligini oshirib, uni global investorlar uchun yanada jozibador moliyaviy institutga aylantiradi. Bu esa bank uchun yangi strategik sheriklik imkoniyatlarini ochadi. Shuningdek, Yevropa ittifoqi hukumatlari va xalqaro donor tashkilotlar bilan hamkorlikda turli loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi. Bunday tashabbuslar bankning xalqaro hamkorlar bilan yanada yaqin ishlashiga, yangi moliyaviy dasturlarda ishtirok etishiga yo'l ochadi. Mikrokredit bank xalqaro moliya bozori yo'nalishida yana bir katta yutuqqa erishdi. Germaniyaning yetakchi moliyaviy institutlaridan biri bilan 30 million yevro miqdoridagi hamkorlik kelishuvi imzolandi. Mazkur kelishuv orqali Mikrokredit bank O'zbekistondagi tadbirkorlik subyektlariga Germaniya va boshqa Yevropa davlatlaridan zamonaviy uskunalar, texnologiyalar va xizmatlarni xarid qilish uchun qulay moliyalashtirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Kelishuv natijasida bank mijozlari quyidagi afzalliklarga ega bo'ladi. Uzoq muddatli va qulay shartlarda moliyalashtirish, Germaniya va Yevropa davlatlaridan ilg'or texnologiyalar importi uchun moliyaviy ko'mak, eksport kredit agentliklari kafolati orqali xavfsiz va ishonchli moliyalashtirish, xalqaro tajribaga mos va zamonaviy moliyaviy yechimlar. Umuman olganda Mikrokredit bank xalqaro moliyaviy hamkorlikni rivojlantirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mijozlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishda izchil faoliyat olib bormoqda. Obro'li xorijiy hamkorlarga ega biznesni rivojlantirish banki ham tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, zamonaviy va qulay xizmatlarni ko'rsatish orqali mijozlar ishonchiga erishmoqda. Shuningdek, masofaviy xizmatlar va raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu esa o'z navbatida yuqori iqtisodiy natijalarga omil bo'lmoqda. Gulnoza Murodova bankning joriy yil birinchi choragidagi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari haqida ma'lumot beradi. Biznesni rivojlantirish banki aksiyadorlik tijorat banki mamlakatimizdagi yetakchi moliya muassasalaridan biridir. Samarali menejment natijasida bankning moliyaviy barqarorligi ta'minlanmoqda. 2025-yil 1-aprel holatiga biznesni rivojlantirish bankining umumiy kapitali 4 trillion 968 milliard so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1 trillion 247 milliard so'mga yoki 25,1% ga oshdi. Bankning jami aktivlari 33 trillion 906 milliard so'mga yetdi. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21,8% ga o'sdi. Bankning daromad keltiruvchi aktivlari hajmi 28 trillion 412 milliard so'mdan iborat. Bu raqam o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3 trillion 574 milliard so'mga o'sishini ko'rsatadi. Banklararo depozitlar qoldig'i 3 trillion 963 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 75,5% ga o'sish kuzatilgan. Mazkur moliya muassasasi tomonidan soha va tarmoqlar uchun faol sarmoyalar yo'naltirilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, biznesni rivojlantirish banki iqtisodiy islohotlar rivojiga salmoqli hissa qo'shmoqda. Dasturimizda xorij iqtisodiyotiga oid xabarlar, ular bilan Dilnavoz Karimova tanishtiradi. Jahonning yirik korporatsiyalari birin-ketin yilning ilk choragiga tegishli ma'lumotlarni e'lon qilib bormoqda. Airbusning mart oyidagi ko'rsatkichlariga ko'ra, Aerogigant bahorning ilk 30 kunligida 71 ta samolyotni yetkazib berdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11% ga ko'pligi aytilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, mazkur natija Yevropa konsernining bu yilgi maqsadlarga erishishiga yo'l ochadi. Kompaniya shu yil davomida 820 ta transport vositasini yetkazib berishni rejalashtirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump import bojlari uchun 90 kunlik tanaffus e'lon qildi. Bunda 10% lik bazaviy tariflar saqlanib qoladi. Trumpning kutilmagan qarori moliya bozorlariga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Fond bozori ham yashil tusga kirgan.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, nemis avtomobil ishlab chiqaruvchisi Volkswagen birinchi chorakda operatsion foydani keskin kamaytirdi va daromadning zaif o'sishini qayd etdi. Avtokonsern press-reliziga ko'ra, yanvar-mart oylarida operatsion foyda 40% ga kamayib, o'tgan yilning shu davridagi 4,6 milliard yevroga nisbatan deyarli 2 barobarga qisqarib, taxminan 2,8 milliard yevroni tashkil etdi. Kompaniyaning yakuniy moliyaviy hisoboti 30-aprel kuni e'lon qilinadi. Oltin bahosi yana global rekordlarni qayd etmoqda. Dunyo bozorlarida saqlanib turgan noaniqlik sharoitida ketma-ket 2 kun davomida kuchli o'sish qayd etildi. Qimmatbaho metallning narxi 3% ga oshgan va troya unsiyasi uchun $3200 ga yetdi. Shu asosda investorlarning asosiy mudofaa aktivi sanalmish oltin yil boshidan beri deyarli 17% ga qimmatlashgan. Ko'rsatuvimizning an'anaviy rukunlarida yangilik hamda iqtisodiy reytinglarni qisqa satrlarda bayon etib o'tamiz. O'zbekiston 14 ta yangi zamonaviy Airbus samolyotini xarid qiladi. Yana 5 tasini ijaraga oladi. Boeing kompaniyasi bilan 12 ta samolyot olib kelish bo'yicha muzokara boshlandi. Ijobiy natijalarni kutamiz. Hukumat qaroriga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari har yili 1-maydan bir marotaba yillik inflyatsiya darajasidan kelib chiqqan holda 10% dan yuqori bo'lmagan miqdorda indeksatsiya qilib boriladi. Shuningdek, 201 kWh-dan 1000 kWh-gacha bo'lgan differentsiyalashgan tarif bo'yicha iste'mol miqdori orasiga yangi miqdor kiritildi. Ya'ni 2025-yil 1-maydan iste'molchilar 201 kWh-dan 500 kWh-gacha bo'lgan yangi miqdor oralig'ida har bir kWh uchun 800 so'mdan to'laydi. Avvalgi tartibga ko'ra 201 kWh-dan 1000 kWh-gacha bo'lgan qismi uchun 900 so'm haq to'langan edi. O'zbekiston va AQSh foydali qazilmalar bo'yicha bitim imzoladi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati xabar berishicha, hujjatga ko'ra konlar qidirish va qazib olishga sarmoya kiritish, yuqori qo'shilgan qiymat yaratish hamda o'zbekistonlik mutaxassislar malakasini oshirish ko'zda tutilmoqda. Logistika samaradorlik indeksida O'zbekiston transport logistikasi yuqori baholandi. Bu haqda Transport vazirligi huzuridagi Transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi rahbari va Jahon banki delegatsiyasi vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qilindi. Shuningdek, muloqotda O'zbekistonda zamonaviy transport infratuzilmasini yaratish, xalqaro transport yo'laklarini rivojlantirish, loyihalar va kelgusidagi rejalarga ham to'xtalib o'tildi. Xorijlik iqtisodchilar mazkur yo'nalishlar Jahon banki tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanishi va hamkorlik davom etishini bildirishdi. Markaziy bankning ma'lum qilishicha, joriy yilning mart oyida yurtimizning oltin valyuta zaxiralari rekord darajali ko'rsatkichga yetib, 47,85 milliard dollarni tashkil etgan. Joriy yilning 1-aprel holatiga regulyator zaxiralaridagi aktivlarning umumiy qiymati bir oyda 6,47% ga oshdi. Shuningdek, qimmatli qog'ozlar hajmi 2 baravar ko'payib, 200 million dollardan oshdi. Ularning oltin valyuta zaxiralaridagi ulushi esa 0,45% gacha o'sdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston 2025-yilning yanvar-fevral oylarida xorijga qiymati 3,3 million AQSh dollariga teng bo'lgan, 2,4 ming tonna quritilgan o'rik eksport qilgan. 2025-yilning 2 oyida O'zbekiston eng ko'p quritilgan o'rik eksport qilgan davlatlar: Qozog'iston 901,1 tonna, Xitoy 305,6 tonna, Rossiya 251,9 tonna, Belarus 201,5 tonna. Respublikamizda 2025-yilning 1-aprel holatiga chet el investitsiyasi ishtirokida 15739 ta korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Shundan 4031 tasi qo'shma va 11708 tasi xorijiy korxonalardir. Ularning soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 10,6% ga oshgan. 2025-yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekiston xorijiy davlatlarga qiymati 1,8 million AQSh dollariga teng bo'lgan 2,4 ming tonna qalampir eksport qilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 80% ga oshgan. 2025-yilning 2 oyida O'zbekiston eng ko'p qalampir eksport qilgan davlatlar: Qozog'iston 1488,4 tonna, Qirg'iziston 390,1 tonna, Ispaniya 242 tonna, Rossiya 98,8 tonna. Iqtisod 24 dasturining bugungi sonidan o'rin olgan mavzu hamda tahlillarimiz ana shulardan iborat edi. Keyingi yakshanbada, ya'ni efir orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.